Нурбек Андижанский представляет. Hujjalar, chayni 2 etaj ekan. Absattor aka, o'zim qo'yaymi? Juma kuni o'zing qo'ysang yaxshi bo'lardi. Ha, kstati, shirinlik yo'qdimi masalan? Jumash? Ha, yo'qda. Aynan, ketdi. Ammajoning bo'yniga tilla taqama xudo xolasa to'ydan oldin. Absattor aka, men endi marojna sotgan, marojna olib bering. Ha, bo'ldi, men senga hozir marojna olib chiqaman. Mana bir chekada turib tur, xo'pmi? Hozir men senga marojna olib chiqaman. Singlim, men qarang, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Sizga bir taklifim bor. Aka, assalomu alaykum. Ikkita muzqaymoq berib yuboring bizga, aka. Menga. Hozir yangi Malibu olib qo'yganman. Shu Malibu'ni siz nomingizga o'tkazib beraman. Tezroq uni javobini berib yuborsangiz. Ito'tini mana yiqilib tushib ketdim men. Bo'ptimi? Nima deysiz shunga? Marojna olib keldim senga. Qo'ysangiz, yig'ishtirib turing. Marojnani siz bilan seriozli gaplashadigan gapim bor. Marojna, shirinlikdan boshqa hech nima olib bera olmadingiz, olib bera olmaysizdan. Menga hamma narsa qilib beradigan bitta odam topdim. Men o'shan bilan baxt topdim, birga bo'lmoqchiman. Senga bo'lgan tuyg'ularimiz, sevishib yurganlar, bizning orzularimiz nima bo'ladi? Chichib yordingmi? Hammasi tamom. Men Anita Li9da bitta amak kutyapman, o'shan bilan ketishim kerak. Li9? Ha? Qachondan beri sen Li9ni tushunadigan bo'lib qolding? Moskvishdan boshqa narsani bilmasding-ku. Hammasi tamom. Men Anita bitta amak kutyapman, o'shan bilan ketishim kerak. Bo'ldi, Anita meni kutyapti, tezroq ketishim kerak. Amaki, unday qilma. Anitaga amaki. Bo'ldi, men ketdim. Jumagul, qaysi amaki? Ana Anitaga amaki. Ujala. Bu dadamu pidar. Jumagul. Vai tomar cavucada.